Avvalambor do'stlar, hayajon va shiddat bilan to'la bugungi Vipstile ko'rish tajribasiga xush kelibsiz. Biz bugun sizni mashinalar olamidagi haqiqiy qahramonlardan biri, Mazda CX-5 bilan tanishtiramiz. Lekin oddiygina tanishtirish emas, balki undan to'liq zavq oladigan, go'yo yoningizda turib sizga oz ovozi bilan "Keling, menga o'tiring" deb chaqiradigan darajada jonli va samimiy tarzda. Demak, marhamat, boshladik. Chunki bu mashina sizni birinchi qarashdan o'ziga tortadi va rostini aytganda kimdir o'ylashi mumkin, Mazda CX-5 bu allaqachon mashhur-ku. Ha, mashhur, lekin bugungi avlod CX-5 o'zining jozibali ko'rinishi, sportchi qaddi-qomati, keskin chiziqlari va nafis bichimi bilan oldingilardan mutlaqo farq qiladi. Tashqi dizaynida shunday bir uyg'unlik borki, xuddi rassomlar uni uzun tun davomida mukammallikni izlab chizgandek. Keng va yirik panjarasi markazida gavdalangan Mazda logotipi esa mashinaga o'ziga yarasha mag'rur, o'ziga ishongan kayfiyat beradi. Shu bilan birga yon chiziqlarning o'tmas emas, balki muloyim, keskin uyg'unligi mashinaga doim harakatda turgandek dinamik ko'rinish beradi. Faralariga qarang, LED texnologiyasi bilan boyitilgan, shakli esa xuddi yirtqichning nigohiga o'xshab, har kimga "Yo'lingni topib yur, men ham shunchaki otib ketmayman" degandek taassurot qoldiradi. Orqa tomoni esa ham oldi bilan teng darajada jozibali. Sportcha shakllangan backlit dizayni, o'tkir chiziqli spoiler va ikki tomonlama egzoz trubalari mashinaga qo'shimcha kuch, qo'shimcha xarizma bag'ishlaydi. Ichkariga kirganingizda esa sizga shunchaki salon emas, balki haydovchi uchun maxsus qurilgan qulaylik dunyosi kutmoqda. O'rindiqlarning yumshoqligi ham, ularning qomatga moslashishi ham ko'ngilni ko'taradi. Hatto uzoq yo'lda ham belingiz protest qilmaydi. Multimedia tizimi esa har doim tayyor. Displeyning yorqinligi, sensorning sezgirligi, navigatsiyaning aniqligi sizni hayron qoldiradi. Rulga o'tirganingizda mashina siz bilan gaplashayotgandek tuyuladi. Bularning barchasi sizga "Xotirjam bo'ling, men siz bilanman" deb turgandek tasalli beradi. Yo'lga chiqqanda esa uning muvozanati, suspenziyaning yumshoqligi, burilishlardagi barqarorligi shunchalik yoqimli tuyg'u beradiki, ba'zan odam "Nima keragi bor bu qadar qulaylikning? Men-ku uxlab qolib ketaman-ku" deb o'ylab qo'yadi. Albatta, hazil tariqasida. Mazda CX-5ning eng katta yutug'i u nafaqat jozibali, nafaqat kuchli, nafaqat zamonaviy, balki xarakterli mashina. Ya'ni u sizga oddiy temir emas, balki hamroh bo'lib qoladi. Hayotingizdagi safarlarga qo'shilib, sizga o'zining ishonchliligini namoyish etadi. Shuning uchun, agar sizga nafaqat ko'rkam, balki aqlli, qudratli va zamonaviy mashina kerak bo'lsa, Mazda CX-5 siz kutgan variant bo'lishi mumkin. Do'stlar, agar sizga bugungi sharh yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Fikrlaringizni kommentga yozib qoldiring. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Albatta, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Oldinda sizni bundan ham qiziqarli ko'rsatuvlar kutmoqda. Doimo biz bilan qoling.